aktiv bo'lgan aka-ukalarimiz, sizlar yaxshimisizlar, sog' salomat. Xo'sh, mana bu hafta bir hafta o'tkazgan obzorlarimizni boshladik. Mashina bespробег mashina. Endi narxlar qanaqa bo'lsa-ki, buni narxini men qo'ymaganman, egalari so'rab turibdilar. To'g'ri, bozor mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, pashti odam yo'q. Pashti odam yo'q. Deyarli yo'q, ha. Deyarli yo'q. Savdo ham 0. 22 dediz-a? 22, kuzov 23. 23 kuzov. Qashqadaryodan men dastlabki qildirmoqchi bo'lsam, unga ortiqcha to'lov qilamanmi yoki kelishilgan narx ichida bo'lib ketadimi deb so'ragan. Mana shuni necha pulga kelishdik? 12 mingmi, yo 11.900 mi, yo 12.5 mingmi, 12.800 mi? Baraka bo'ldi deylik. Baraka bo'ldi, aka bo'ldi. Siz mashinani probegimdan kraskasiga javobini berasizmi? Ha, javobini beraman. Aka mana zaklad, karta tashlang, tashlasizlarda lokatsiyani tashlanglar, aytgan manzillarga olib boraman. Ha. Mashinani ustiga ko'rsatadilar. Tekshirib ko'rib, men aytgandek kraskalar toza chiqsa, probeglar o'zi chiqsa, shunday hujjat qilib beraman, pulni naqd olib kelaveraman. borganingizga qo'shimcha xizmat olmaysiz. Bunaqa narsa yo'q. Ana bo'lmasa. O'sha savdoning ichida nima bo'lsa bo'lib ketadi. Rustam aka, hozir tushunishim bo'yicha Malibu Rul, Malibu Bar bonus bo'lyaptimi? Bonusga bo'lib ketadi-da. Lekin 13,5 mingdan savdo qilinadi yani. Savdo qilamiz, 13,5 mingdan savdo qilamiz-da-yu. Malibu Bar, Rul qo'yib beriladi. Qo'yib beriladi. Sergeli mashina bozori, Gentralar qatorida nima gaplar, narx-navolarda nima yangiliklar deganlar uchun do'stlar, navbatdagi videorolikimizni boshladik. Xo'p, bugun sana 14-iyun, haftani yakshanba kuni Rustam akani oldilariga kelganmiz, xudo xolasa. Bugungi yangi ma'lumotlarni sizlarga berib o'tib ketamiz do'stlar. Like'larni bosib qo'yinglar, fikrlaringizni kommentariyada yozib qo'yinglar. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Hozir yaxshi keldingizmi? So'ngsiz charchamayapsizmi? Xudoga shukr. Xo'sh, assalomu alaykum hurmatli YouTube, Instagram kuzatuvchi aziz aka-ukalarimiz. Joninglar sog'mi? Yaxshi o'tisizlarmi? Aziz bizlarni musofirdan doim kuzatib, aktiv bo'lgan aka-ukalarimiz, sizlar yaxshimisizlar, sog' salomat. Xo'sh, mana bu hafta bir hafta o'tkazgan obzorlarimizni boshladik. Ha, Ilhom tog'am kelib qoldilar mana. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? So'misiz? Xo'p, biz boshlab oldik. Hammani joni sog'mi? Yaxshi yuribdimi? Xo'sh, bo'lmasa bugun mana haftaning yakshanba kuniga Sergeli mashina bozoridamiz. Chislomiz 14-iyun. Aha. Bir hafta o'tib mana videolarimizni boshladik. Xudo xolasa, bugun obzorimizda 3 ta qoramiz bor. 3 ta qora Gentra ko'rib ketamiz, xudo xolasa. Bitta 22 bor, ikkita 23 bor. O'rtoqlar, mana o'tgan hafta qo'yilgan mashinalarimiz past sotilib ketdi. Ha. Kecha olib kirgan bitta oq 18imiz ham bor edi, u ham sotildi. Hozircha 3 ta. Nima demoqchiman? To'g'ri, bozor mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, pashti odam yo'q. Pashti odam yo'q. Deyarli yo'q, ha. Deyarli yo'q. Savdo ham 0. Endi hamma o'zining sharoitini o'zi biladi. Shunaqa. Balki kimdadir mashina olishga xohish yo'qdir. Balki kimdadir mashina olish niyat bor-u, lekin pul yo'qdir. Dala ishlari qizg'in bo'lishi. Ha, endi dala ishlar ham deymiz. Shunaqa. Lekin savdo 0, to'g'risini aytish kerak. Lekin baribir shunda ham Xudoga shukr sotilib turibdi. Nima demoqchiman? Sotiladigan mashinalar bo'lsa o'rtoqlar, aloqalarga chiqsanglar, 12 ta viloyatdan ham sotib olaveraman. JM mashinalari sotib olaveraman. Bemalol aloqalarga chiqaveringlar. Telefon nomerlarimiz o'sha 24/7. Nima deymiz? O'sha variantlarimiz bor. Xo'sh, 12 ta viloyatga $3000 bilan nasiya savdo bor. Bank xohlagan banklardan qilib beraman. Naqd plus hujjat bitgan mashinani xohlagan viloyatlarga dastlabki xizmati bor. Dastlabki xizmati do'stlar. Xizmati bor. Misol uchun. Keyin bir narsani aytib o'tib ketaman, uzr. Mayli. Mana shu menga ko'pchilik telefon qilishyapti-da. Ha. Hoji aka, Ilhom tog'a. Uzr bezovta qilmadimmi? Men eng yomon ko'rgan narsam shu so'z. Telefon qilganda uzr bezovta. Akalar, men bekoraga 24/7 demayman telefon. Ha. Musofirdagi akalarimiz uchun aynan. Ha, musofirdagi ham, mana shu o'zimizda uy-joy, masalan, O'zbekistonda yashaydiganlari bo'lsa ham farqi yo'q. Hech qachon telefon qilganda uzr bezovta qildimmi demanglar. Men xijolat bo'laman. O'zim aytib turibman, 24/7 bo'ldi. Aka, bu gapni hech kim aytmaydi. To'g'risi, hazilsiz. Faqat siz aytasiz-da. Telefon qilinglar-da, nima maslahat? Mana palon. Mashina olaman yo mashina sotmoqchiman, yo bitta mashina olmoqchi edim, maslahat bering. Bo'ldi. Kechki 2-3 bo'lsa ham javob beraverasiz. Bemalol. Uxlab qolmagan bo'lsam ko'taraman. Ko'tarsangiz bo'ldi. Ha, ko'taraman, gaplashaman. Bo'lmasa obzorimizni boshlaymiz o'rtoqlar. 22 dan boshlaymiz. Mashinani mana nomerlari bilan olib qo'ying. Toshkent shahar mashinasi. Do'stlar, ekranga qulayroq joylashib olinglar mana do'stlar. Obzorni ham boshlab oldik. 2022 dedingiz aka? 22, kuzov 23. 23 kuzov. Mashina ABSlar bor ekan, 32 ming benzinda. yurgan.
bittalik ventilyator. Abezlar bor, mana atsik qarang qanaqa turibdi. Tiniq holatda. 4 ta pachka balon, 908 pult. Mana. Kurgovoy tonirovka. Yo'q, tonirovkani suraga o'tgan. Buni aytish lekin kerak. nimasi Mana yo'q. 908 pult bor. 4 ta pachka balon bor. Video registrator bor. Mashina toza mashina. Pitno-mitnolari yo'q. Xo'sh, yurgani 32 ming. Mana gaz pas qo'yilmagan. Mana bagaj holatini ham bitta ko'rsating. O'zi tagi gaz ko'rmagan mashina. Yo'q. Mana zapaskalari ham ishlatilmagan mana. Zavod turibdi. Gapi. Endi bu mashina ham kecha juma kuni olindi. 22 ga 23. Idealniy holatda yurgan. Xo'sh, bu mashinamiz ham 3000 dollar bo'lsa, 12 ta viloyatga nasiyaga chiqib ketadi. Ha. Naqd olaman sizlar, narxini bu 13 ming degan bilan narxidan o'tib beramiz. Bilasiz, savdosi bor. 400, 500 va puli 100 ga qaramayman, o'tib beraman. Variant olaman desalar o'sha 3 ming. Dastlabki desalar, agar shu mashinani naqd olmoqchi bo'lsalar, zaklad tashlasalar, aytgan joylariga olib borib, kraska probeylarni tekshirib, naqdga bo'lsa, Ha, naqdga dastlabki olib borib berib, hujjat qilib kelaveraman. Yo'q, mana bank yo'llar yo variant olsalar, Toshkentga kelsalar, hujjat bitgandan keyin dastlabki bo'ladi. Endi kommentariyada so'rashyapti, men Qashqadaryodanman, dastlabki qildirmoqchi bo'lsam, unga ortiqcha to'lov qilamanmi yoki kelishilgan narx ichida bo'lib ketadimi deb so'ragan. Mana shuni necha pulga kelishdik? 12 mingmi, yo 11900 mi, yo 12,5 mingmi, 12800 mi? Baraka bo'ldi deylik. Baraka bo'ldi, aka bo'ldi. Siz mashinani probegimdan kraskasiga javobini berasizmi? Ha, javobini beraman. Aka mana zaklad, karta tashlang, tashlasizlarda, lokatsiyani tashlanglar, aytgan manzillarga olib boraman. Ha. Mashinani ustiga ko'rsatadilar. Tekshirib ko'rib, men aytgandek kraskalar toza chiqsa, probeglar o'zi chiqsa, shunday hujjat qilib beraman, pulni naqd sanab olib kelaveraman. borganingizga qo'shimcha xizmat olmaysiz. Unaqa narsa yo'q. Ana bo'lmasa. O'sha savdoni ichida nima bo'lsa bo'lib ketadi. Undan tashqari do'stlar, ko'rmanalar ham beriladi, chexol Ha, mana men hozir muammosiz do'stlar. Sal esimdan chiqdi, mana qaranglar. Baga mashinada polig ham, chexol ham yo'q. Ha, to'g'rimi? shunaqa. Mana mashinani nechpiga baraka qilsak, polig, chexol bonusiga tekin. Agar Toshkentda bo'lsalaringiz, kirib tanlaysizlar, bo'lmasa o'ziz tanlab olib berasiz. Agar viloyatda bo'lsalar, men o'zim yaxshi mana hozir oxirgi moda nima? Evakor poliglar, kardinal chexollar, to'g'rimi? Zamonaviysi. Evakor polig, kardinal chexollar qo'yib beraveraman. Kiyintirib olib berasiz. Ha, tayyor. Xo'sh, keyingimiz 23. 2023. 23 57 ming yurgan. Bu texpasport ham, kuzov ham 23. 57 ming yurgan, mana motorlar zo'r, ochilmagan. Aha. Endi gap to'g'risi buni o'tgan hafta ham qo'ydikda, bu egadan promil olinuvdi. Ha. Bu gal ham endi to'satdan yana o'zi ega qo'yib bering degdi-da. Endi bu haftaga o'zimizga o'tib ketdi. Bu o'zimga o'tdi mana 755, o'tgan hafta ham qo'yildi, lekin ega deydi bu. Endi o'zingizga o'zimga tirikchilikka oldim buni. Luboy hujjat bitaveradi. Xo'sh, mashinani aytib o'taman, Amerikanka Optra, Delcor akkumulyator. Eng zo'r mana Michelin, bilasizmi? Michelin balon, donasi ham palon pul turadi, har eng qimmat balon. Eng zo'r balon. Michelin balon. Nechika pullar bor ekan. Tonirovkamiz 12 oy. Ruxsati bilan mana. 12 oy. Pultimiz 908. Xo'sh, endi qolgani salonni ichida misol Malibu bar, rol, unaqa narsalar degan narsalar yo'q. Ha. To'g'risi, polik tashab qo'yilgan. Mashina 23 ga 23, 57 ming yurgan, kraska toza, mana shu 4 ta Michelin balon, Amerikanka Optra, 12 oy tonirovka, 908 pultlari bor. Xo'sh, bu mashinani endi o'rtoqlar mana gaz bazlar qo'yilmagan. Endi ja ideal darajada tayyorlanmadigan. To'g'risi. Bo'lmasa biz boshqa staylaymiz-ku. Endi kecha olib qoldik, sizlar bozorga olib, narxiga keladigan bo'lsa, mana 23, qo'ni navorot desa ham bo'ladi. Barrel yo'q ekan, narxiga kelsa, barrelini ham qo'yib beraveraman, muammosi yo'q. Hozircha mana 908 pul, 1 yillik tonirovka, 4 ta Michelin balon, Amerikanka Optralar, eng asosiysi mashina bamfergacha toza mashina. Xo'p. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi shu o'sha. O'tgan gal ham bu 13500 dollar qo'yilgan. Bu gal ham 13500 dollar qo'yamiz, kelishtirib beramiz. O'sha 13500 dollardan narxidan o't bersak ham, o'sha Malibu bar, Malibu rollar kirib ketaveradi. Kirib ketadi. Qo'yib beramiz. Malibu rol, Malibu bar, Malibu bar rol qo'yib beraman demayman. Shunda Rustam aka hozir tushunishim bo'yicha Malibu rol, Malibu bar bonus bo'lyaptimi? Bonusiga bo'lib ketadi-da. Lekin 13,5 mingdan savdo qilinadi yana.
savdo qilamiz. 13,5 mingdan savdo qilamizda-yu. Malibu bar, rol qo'yib beriladi. qo'yib beriladi. Gap yo'q. Michelin balon tayyor moshincha. Lekin buni yaxshi tarafi o'rtoqlar bir narsani bilib qo'yinglar. Michelin balon zo'r. Tonirovka 1 yil. Endi to'g'ri 2-3 million ketadi deymiz. Endi hozir hamma uni qilishga sharoit Ortiqcha to'lovga hech kimga hozir zaril emas, aka. shu. 23imiz. Bu 23-24, 10 ming yurgan. Kuzov 24 deb bo'ladi. Ha, yo'q, Amerikan kuzov 23, texpasport 24. 24. Mana. Amerikan Copter original o'rtoqlar. Mototsikllarni oling, qanaqa? Tiniq turibdi. Mashina 10 ming yurgan, 10 ming. Bunda ham balonlar almashtirilgan ekan. Ha, bunda ham qarang, 4 ta yaxshi balon. Xo'sh, tonirovka ruxsati adashmasam 4 oy bor. To'g'ri qolgan. Laboyga sonzashtirilgan, video registrator qo'yilgan, 908 pult bor. Xo'p. Kraska toza. O'tgan gal buni videoga qo'yganmiz, 15,5 ming deb eslasanglar. Bu ham o'tgan gal kelganda egada edi. Ha. Lekin mana Amerikan Copterlar yo'q edi. To'g'risini aytaman. Balonlar yo'q edi. Qo'yilgan bular. Pultlar yo'q edi. Bu mashinani tirikchilikka olib, mana 4 ta yaxshi balon taqdim. Amerikan Copter original qo'ydim. Xarajatlarni qilib qo'ygansiz. Pult qo'yildi. Laboy sonzashtirildi. Lekin egada tonirovka bor edi. Bitta tonirovka bo'lgan egada. Endi buni narxi o'sha 15,5 qo'yilgan. Bu hafta ham 15,5 ming qo'yaveramiz, lekin narxini o'tib beramiz. Bu stok holatga ham 15,5 qo'yilib, lekin hech kim savdosi bo'lmagan. Shuning uchun mana eng kerakli narsalar qilib qo'yildi. Amerikan Copter. Lekin narxi o'sha-o'shami bo'lmasa aka? Narxi o'sha yana o'tib beriladi. Keyin aka $3,000 bilan Nasiya savdo deyapsiz, muddat haqida ham bir ma'lumot berib keting aka. Mana Nasiya savdoga aytib o'taman o'rtoqlar, qaranglar. Misol bozorga keldilar. Ha. Misol mana 13,5 ming deb hisoblaylik. Narxi 13,5 ming. Xo'sh, 13,300 ga baraka qilindi. To'g'rimi? 13,300 ga baraka bo'ldi. Baraka bo'ldi. Ular aytmoqchilar 3 ming berib nasiya olaman deylar-ku. Birinchi ochratda unga hujjatlarning puli qo'shiladi. Aha. Chunki bu mashina egan nomida turibdi. Men nasiya savdo qilib berishim uchun u mashinani men ofonib qolishim kerak. Egadan davirni bera olmayman. O'z 3 ming pullariga 13 minglik mashinani nomlariga o'tkazib ham bermayman. To'g'risida? O'zingiz nomingizda turadi. Ha, mashinani nomiga ofonib qolaman. Xo'sh, 13,300 bo'ladigan bo'lsa, misol, hozir mana GAI Natashga nechta pul ketadi? $1000 atrof ketib qoladi. $1000 pul ketadi. Ijara shartnoma qilinadi ikki tomonlama, sug'urta, 1 yillik bezagranishlik sug'urta qilinadi, davers qiladi. $1000 qo'shilsa 14,300 bo'ladi. Shunaqa. O'shandan keyin 13,000 pullari olib tashlandi. 3,000 pullari olinsa, misol 11,300 qoladi. Misol 1 yilga olsalar, ustiga nech pul qo'shib oyma-oy bo'lib beradilar. 2 yilga olsalar, nech pul oyma-oy qo'shib bo'lib beradilar. O'shani kelishamiz. Nasiya shunaqa bo'ladi. Naqd bo'lsa, bu boshqa narsa. Nasiya bo'lgandan keyin mashinaning tannarxiga 1 so'm pul qo'shib bo'lib beriladi. Lekin foiz emas. Gadovoy 30 talik yo 25 talik foiz degan narsa yo'q. Mana ko'pchilik nasiya savdoga telefon qilishyapti-da, aka qanaqa bo'ladi? O'rtoqlar, telefonda tushuntiryapman lekin. Nasiya savdo bo'lgandan keyin endi pulni 1 yil, 2 yilga bo'lib bergandan keyin ustiga 1 so'm pul qo'shib bo'lib beradilar. Shunaqa aka. To'g'risi, lekin foiz emas. 25 talik gadovoy yo 30 talik gadovoy degan narsa o'zaro kelishamiz uni. Maksimum 2 yilgacha baylashamiz, kelishamiz. O'sha summani misol 10 oyga qilib bermoqchi. Bo'ldi, 10 oyga. U pul ko'paymaydi ham, kamaymaydi ham, bir xil turadi. Bitta kelishilgan summa boshida ham shu, oxirida ham shu. Oxirida ham shu. Lekin 15 oyga olib, 10 oy, 11 oy deyapsalar, summadan tannarxidan minus qilinadi. Muddatni oldin yopganlar uchun. Hali ham boyagi mashina olib sotish nimasi bormi? Bor aka. Mashina misol mana boya ham aytdim, 12 ta viloyatdan bo'lsa ham sotib olaman. Любой mashina sotib olaman, J mashinalarini. Misol Samarqanddan Buxoro, Qashqadaryo, qaysi viloyat bo'lsa ham Rustam aka mashinami faqat narxi bilan. Narxi bilan o'rtoqlar. Eldan chiqmagan qoldi. Men o'tgan hafta ham mashinalar chiqdi, to'g'risi. Qashqadaryodan chiqdi, Andijondan chiqdi, Buxorodan chiqdi, Toshkent viloyatidan boramiz, narx Sizlarda qimmat aytib turibdimi? To'g'risida. Qarang, Telegramdan tashlab berib, keyin ko'rib narxini sal bir kelishib. Ha, misol mana men Telegramdan tashlagan deyman, syomka qilib bersalar. Qashqadaryolar. Ha, misol endi Qashqadaryodan chiqsa ham yaqin yo'l emas. To'g'rimi? Shunaqa aka. Syomka qilib bering deyman, bagaj ko'raman aka, kraska probeglarga javobmi? Javob. Aka, mashinangiz agar shu videodagidek holat yaxshi bo'lsa, misol
11 mingga olaman, 12 mingga olaman deyman. Borgandan keyin ham shunaqa chiqsa, o'sha pulga olaman. Lekin holat unaqa chiqmasa, olmayman. Endi bizga ham tirikchilikda. Ha, gap yo'q. Xo'p, endi do'stlar. mana pachka mashina olaman deganlarga. Bez probegmi? Bez probeg. Pachka olaman deganlarga. Bu to'g'risini aytaman, o'rtoqlar, bu egadan. Ha, Pramo egadan. egani o'zidan. Egani Bez o'zidan. probeg Gentra mana. Ha, bir tanishimiz olib keldi. Mashina 23 ga 24. Voy voy. Bez probeg. Salon hidlari bilan turibdi-ku bez probeg. Bunga ham qarang, 4 ta yangi balon. Ha. Xo'sh. Tonirovka emasda sonzashlar urilgan. Xo'p. Sonzashlar. Michkar pultdan bormi deyman? 908 pult. Amerikanka. Amerikanka optiralari 100% original. Mashina bez probeg mashina. Ha, endi narxi Narxlar keladigan qanaqa bo'lsa, bo'lsa-ki? buni narxini men qo'ymaganman, egalari so'rab turibdilar. Ha. Egalari buni narxini $17,600 so'rab turibdilar. 17600. Shu mani yonimga qo'yganlar uchun mana shuni ham videoga qo'yib bering. Ha. Klient chiqsa sotib yuboramiz. Tushunarli. Probegini qancha dedingiz? Probiga adashmasam 1000 qancha hamda 1000 kilometrda pashti. Ha. Bu savdo qilinadi yana. Ha. 17 ming kami bor-da shunda. 17,600 kami bor. 17,600 dedilar adashmasam. 17,600 kami bor dedilar. Endi kimga qiziq bo'lsa, to'g'risi men prosta aytib o'tib Bitta ketdim. variant, ha, iltimos qilganiga aytib ketadi. Ha, misol, mana bez probeg olaman desalar, tayyor Amerikanka optira 4 ta yaxshi balon, 908 pul. Sonzashtalar urilgan o'rtoqlar. Kelsanglar yana egani o'tkazib, yonma o'tirib savdosini qilib beraman. Kimgadir qiziq bo'lsa. Tushunarli. Shu bo'lmasa mana bu 4 ta mashina obzor qildik o'rtoqlar. Endi men bilasiz, egalardan bo'lsa, so'rab yonimga qo'ysa obzorni qilaman. Ega bo'lsa, ega deb aytib ketasiz. Begonalar 99lik 925 57 70 men nomerim 24 7 ishlaydi. Begonalarning mashinasini syomka qilmayman. To'g'risi, ko'pchilik aka Cobalt ham qo'shib yuboring, bir kishi yozibdi Cherry qo'shib yuboring deb. Endi o'rtoqlar bir narsani tushuninglar, men o'zim ko'rib, tekshirib olgan mashinani YouTube, Instagramga qo'yaman. Chunki ertadan u mashinani bir kamchiligi yo boshqa narsasiga javob berish ham bor-da. Shuning uchun o'zim tekshirib olmagan mashinalarni Instagram, YouTube'larga qo'ymayman. O'zim ko'rganimni qo'yaman. Ishonchlisini. Ha. Shuning uchun o'rtoqlar, bemalol 24/7 telefon qilaveringlar, mashina olsanglar ham, olmasanglar ham telefonimiz ishlaydi. Mana shu telefon o'chmaydi. Любой savollarga javob beraman. Xizmatlar bo'lsa qo'ldan kelguncha Joningiz sog' bo'lsin. beraman. Mashina olsanglar, olmasanglar ham telefon qilaveringlar. Keyin sotiladigan mashinalar bo'lsa o'rtoqlar, bemalol murojaat qilaveringlar. Mana shu ekrandagi nomerlarga 57 70 men nomerim. Bemalol telefon qilaveringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarga ham ming sizga rahmat. rivoj, barakasini bersin. Rahmat. Sog' bo'linglar. Baraka toping. Do'stlar, bir donadan layklar Mana bosib shu qo'yinglar.